Bir yostiqda bir umr. Jamoliddin Yaziji. Asri saodatda oila. Payg'ambarimiz alayhissalomning barcha qilgan ishlari vahiy bilan tasdiqlanganiga qaramasdan, onalarimiz goh-gohida u zotiy sharifni xafa qilgan hollar ham uchrardi. Nima bo'lgan taqdirda ham Allohning rasuli sabr qilishni bilar va onalarimizga go'zal muomalada bo'lardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shuni juda ham yaxshi bilardilarki, oilalarimiz bizga omonat etilgan Allohning latif va nozik qullaridir. Sayyidimiz safarlardan birida ayollarni shishaga o'xshatgan edilar. Bu ham shuni ko'rsatadiki, ayollar nihoyatda hassos yaratilgan xilqatdir. Saodat asrida ham bir qator muammolarga duch kelinardi, lekin bular ishonch va itoat bilan hal etilar edi. Alloh sevmaydigan muboh ishlardan bo'lmish ajralishlar ham uchrab turardi. Ammo insonlar arzimas masalalarni kattalashtirib, oilalarini parokanda qilmas edilar. G'azablarini yutishni va tutishni biladiganlar har doim manfaat topar edilar. Bu jihatdan ham bizga o'rnak bo'lgan Sarvari koinot alayhissalom tavsiyalari va amrlari bizlarga yo'lboshchi bo'lmog'i lozimdir. Payg'ambarimiz alayhissalom hamma narsada bizlarga namuna bo'lganlaridek, oilaviy hayotda ham bizlarga o'rnak edilar. Har mavzuda onalarimiz bilan maslahatlashardilar, o'zlarining shaxsiy fikrlarini majburlab qabul qildirmas edilar. Ularning ko'ngillarini xushnud qilish va ehtiyojlarini qondirishga imkoniyatlari mezonida harakat qilardilar. Birortasining ko'nglini topaman deya aslo boshqaga yaqinlashmasdilar. Uyning erkagi ayoli yoki bolalarini aslo bir-biridan ajratmasligimiz, hayotimizning har jabhasida mutlaqo oilamiz bilan bamaslahat ish qilmog'imiz lozim. Aks holda boshimizga keladigan har qanday muammo qarshisida yolg'iz qolamiz. Maslahatlashib ish ko'rish oila tinch farovonligi uchun e'tibordan chetda qolmasligi kerak bo'lgan asosiy omildir. Ayollar bag'oyat nozik xilqat. Tuzli qahva. O'shanda u Asumanni bir to'yda uchratib qolgan edi. To'yning nihoyasida uni qahva ichishga taklif etdi. Qiz sho'rlik avvaliga hayron bo'ldi-yu, lekin yigitning taklifini qabul qildi. O'sha atrofdagi shinamgina tamadduxonada o'tirishdi. Umar shu qadar hayajonda ediki, yuragining gursillab urishidan so'zlay olmasdi. Uning bu holi Asumanga ta'sir qildi. Imkon qadar tezroq ketishim kerak deb o'ylab, o'rnidan turib ketish taraddudiga tushdi va endi ketishim kerak dedi. Umar qo'li bilan o'tirishga ishora qilar ekan, hayajon bilan ofisiantni chaqirib, "Menga biroz tuz keltirib bera olasizmi?" dedi. Ofisiant o'ziga o'zi tuzni nima qilar ekan deya o'ylashiga ham hojat qoldirmasdan javob berdi. "Qahvaga qo'shmoqchiman." Uning bu istagi yon atrofdagilarni ham hayratda qoldirgandi. Ular taajjubli yigitga qarab qolishdi. "Qahvaga tuz-a?" Umar xijolatdan qizarib ketdi. Asuman va qahvaxonadagilarning hayrat to'la nigohlariga parvo qilmasdan qahvani icha boshladi. Asuman qiziqsinib, "Sizga g'alati ta'm yoqar ekan" dedi. Umar shunda bu holatga quyidagicha izoh berdi. "Bolaligimizda dengiz bo'yida yashardik, har doim suv yoqasida o'ynardik. Dengiz suvining sho'r ta'mi doim og'zimda edi. Shu ta'm bilan ulg'aydim. Bu ta'mni juda yaxshi ko'rib qoldim. Qahvaga tuz solishim shu sababdan. Qachon o'sha sho'r ta'mni his qilsam, bolaligimni, dengiz bo'yidagi uyimizni va baxtli oilamni xotirlayman. Ota-onam hamon dengiz bo'yida yashashadi. Ularni va uyimni shu qadar sog'indimki." Shularni so'zlarkan, Umarning ko'zlari yoshlandi. Asuman esa eshitganlardan hayajonda edi. Qalbini mana shunday samimiylik bilan ochayotgan, uyini, oilasini shu qadar sog'ingan bir inson, oilasini yaxshi ko'radigan, yo'qlab turadigan, ehtiyot qiladigan bir yigit bo'lishi kerak edi. Asuman ham shu tuyg'ularga javoban o'z oilasi haqida so'zladi. Uning uyi ham uzoqlarda edi, xuddi bolaligi singari. U ham oilasi, do'stlari haqida gapirib berdi. Go'zal suhbat qurdilar. Samimiy va mehrga to'la,
bu suhbat hikoyamiz uchun ajoyib bir boshlanish bo'lishi tabiiy edi. Shahzoda Malikaga uylangandi go'yo. Bir umr baxtli yashadilar. Malika qachon qahva tayyorlasa, shahzodaning qahvasiga bir qoshiq tuz qo'shardi. Bu doim shunday davom etdi. Chunki sevgilisining o'zgacha qahvani yaxshi ko'rishini bilar edi-da. 40 yil o'tib Umar bu dunyo bilan vidolashdi. Meni vafot etganimdan so'ng ochasan deya bir maktub qoldirgandi. Sevgilisi Asumonga. Maktubda quyidagi so'zlar bor edi. Sevikli ayolim, iltimos, meni afv et. Butun hayotimizni yolg'on ustiga qurganim uchun kechir meni. Senga umrimda faqat bir boragina yolg'on so'zladim. Tuzli qahvada. İlk uchrashgan kunimiz esingdami? Shu qadar hayajonda va asabiy edimki, shakar deyman deb tuz deb yuboribman. Hamma menga boqar ekan, so'zim qolganini to'g'rilashga shu qadar xijolat bo'ldimki, yolg'on bilan davom ettirdim. Bu yolg'on munosabatlarimizning tamal toshi bo'ladi deb hech o'ylamagan edim. Senga haqiqatni so'zlab berishga ko'p bor urindim, ammo har safar qo'rquv sabab voz kechdim. Endi esa bu dunyodan ketmoqdaman va endi qo'rqishimga hojat yo'q. Haqiqat shuki, men tuzli qahvoni yaxshi ko'rmayman. U juda g'alati va yoqimsiz. Ammo seni tanigan onimdan bu yoqimsiz qahvani ichdim. Shu bilan birga zarra qadar pushaymonlik hissini sezmadim. Sen bilan birga bo'lish eng katta baxtim edi. Bu baxt uchun tuzli qahva oldida qarzdor edim. Dunyoga yana bir bor kelsam, hamma narsani yangidan boshlashni, seni qaytadan tanish va butun hayotimni yangitdan sen bilan birga kechirishni istardim. Ikkinchi hayotim bo'yi ham sen bilan birga tuzli qahva ichishga majbur bo'lsam-da. Asuman ham keksayib qolgandi. Maktubdan qalbi junbushga keldi. Maktubni o'qirkan, sevimli turmush o'rtog'i Umar bilan kechirgan go'zal 40 yilni bir kino lavhasi kabi esladi. Xayolan shu tuyg'ular og'ushida bu xat ko'z yoshlari bilan namlandi. Do'stlari, qarindoshlari va qo'shnilari bir yerga kelib to'plangudek bo'lsa, Umar haqida gap ochilar va ta'sirlanishar edi. Bir kun do'stlardan biri tuzli qahva qanday bo'larkin deb so'rab qoldi. Asumonning ko'zlaridan yosh sizdi va juda totli dedi. Hayotdagi muqarrar qiyinchiliklarni qarshilashni va mas'uliyatni zimmangizga olishni o'rganing. Baxtli oila uchun 9 ta psixologik holat. G'am, tashvishlar, qiyinchiliklar qarshisida oilaning birdamlik rishtalarini muhofaza qiling. Oilaviy hayot juftlarining farqlarini, g'azab va kelishmovchiliklarni ifoda qilgan oladigan ishonchli bir panoh bo'lishi lozim. Baxtli turmush kechirish uchun tavsiya etishimiz mumkin bo'lgan bu qoidalarga amal qilsangiz, hayotingiz chandon osonlashadi. O'sib ulg'aygan oilangizdan hissiy jihatdan ayriling. Bu ayrilish begonalashuv nuqtasiga yetib bormasligi lozim, ammo oiladan ayri bir shaxs bo'lishga yetishi lozim. Birgaligingiz umumiy yaqinlik va o'ziga xoslik uzra qurilsin. Ammo bir-biringizning erkinligingiz uchun ham chegaralar qoldiring. Farzandli bo'lgan juftliklar diqqatiga. Go'dakning oilaga kirishidagi ta'sirini ketkazishni va ota-ona bo'lishning mashaqqatlariga qarshi kurashishni va o'zaro munosabatlaringizni bu ta'sirlardan himoya qilishni o'rganing. Hayotda duch keladigan muqarrar mashaqqatlarni va mas'uliyatni zimmangizga olishni o'rganing. Tashvishlar va mashaqqatlarga duch kelganda oila jipsligini muhofaza qiling. Oila juftlarining o'z fikrlarini, norozilik va kelishmovchiliklarini ifoda qila oladigan ishonchli bir panoh bo'lish lozim. Zerikish va bir xillikdan uzoq bo'lish uchun hazil-huzul qiling, xushchaqchaq bo'ling. Bir-biringizni qo'llab-quvvatlang, taskin tasalli bering, doimiy ravishda suyanch bo'ling, ruhlantiring. Shu tariqa juftingizning bog'liqlikka bo'lgan ehtiyojini ta'minlang. Ayni onda ilk kunlardek romantik ochiq bo'lish timsolini yo'qotib qo'ymang. Kamchiliklarga muttasil e'tibor berish o'rniga qilingan yaxshi ishlarni ko'rib taqdirlang. Mustahkam munosabatlar uchun asqatadigan qoidalar. Individual hudud qoldiring. Hamma narsani birgalikda qilishga majbur emassiz. Doimiy talab qiladigan, norozi bo'lavermaydigan, shikoyat qilavermaydigan kimsaga aylanmang.
Zavqlar, qiziqishlar bir xil bo'lmasligi mumkin, faqat o'zingiz istagan narsani qildiradigan bo'lmang. Juftingiz eslatishni kutib o'tirmasdan istayotgan narsani bajaring. Gaplashganda doim unaqasan, bunaqasan demang. Umlashtirmagan gaplarni ishlatmang. O'zingizni tinglashlarini talab qilishdan avval qarshingizdagi insonni eshitishga harakat qiling. Qo'yib bering, so'zini tugatsin. Har doim bir xil fikrda bo'lish mumkin emas. Muammolarni o'sha ondayoq hal qilaman deb turib olmasdan o'sha mavzuni yopib qo'yishni nazorat qiling. Juftingizga ijobiy nazar bilan qarang. Uni muxolif taraf sifatida ko'rmang. Haq ekaningizni isbotlash uchun emas, masalaga oydinlik kiritish maqsadida va yechim topish niyatida gaplashing. Nuqul kamchiliklarga e'tibor qaratish o'rniga qilingan yaxshiliklarni ko'rib taqdirlang. Oila hayoti o'zaro tushunish va yetuklik bilan idora qilinadigan insoniy muassasadir. Islomda oila hayoti, Qur'oni Karimda erkak va ayolning bu dunyodagi yolg'izligini qarshi jins vakili bilan ketkazishni belgilab qo'ygandir. Va sizlarga sokinlik topishingiz uchun o'zingizdan juftlar yaratgani va oralaringizda mehr va muhabbat va marhamatni solib qo'ygani uning oyat belgilaridandir. Albatta bunda tafakkur qiladigan qavmlar uchun oyat belgilar bordir. Rum surasi 21-oyat. Lekin bu rohat va sokinlik topishni faqat jinsiy ehtiyojlarning ta'minlanishi va lazzatlanish nuqtai nazaridan baholash to'g'ri bo'lmaydi. Bunday yondashuv insonning ruhiy va ma'naviy jihatlarini e'tiborga olmasdan faqat badan ehtiyojlari bilan ta'riflash ma'nosini anglatadi. Nikoh va oilaviy hayot er va xotinning ham tartibli hamda shar'iy tarzda jinsiy ehtiyojlarini qondirishga, shu bilan birga bir-biriga moddiy va ma'naviy suyanch bo'lib, hayotiy do'stlik barpo qilishlariga vasila bo'lgani bois juda ko'p jihatdan foydalidir. Oyatda ham ayni shu turli jihatlarga ishora bor. Har ikki jihatga ham aloqador bo'lgan 3-nuqta esa oila hayoti jamiki mavjudotlarning tabiatlariga yashirin bo'lgan naslni davom ettirish instinktini eng tabiiy va maqbul bichimda ta'min etganligidir. Shunday ekan, nikoh instituti va oila hayoti ushbu 3ta jihatning mashru va ma'ruf, ya'ni din va aqlga muvofiq keluvchi tamoyillar va qoidalar doirasida ta'minlanishi ko'rinishida anglatilmoqi lozim. Mashru nikoh ichida inson mana shu 3ta ehtiyojni ham ta'minlash imkoniga ega bo'ladi. Turmush qurgan juftlar o'z hayotlariga oid jinsiy istak va ehtiyojni ta'minlagani kabi butun jonzotlarning fitriy xususiyati bo'lmish naslni davom ettirish mayllarini ham amalga oshiradi. Shu boisdan ham nikoh instituti qisqacha zikr etib o'tilgan ushbu 3ta jihat insoniy qadr-qimmatga muvofiq tarzda va mashru bir ravishda amalga oshirilishi maqsadiga yo'naltirilgan. Butun bir tarix davomida turli din, madaniyatlarda turli tuman shakl va qoidalar asosida bo'lsa ham tan olingan va jamiyatning o'zagi o'laroq mavjudligi saqlab kelingan muassasadir. Islom dini nikoh institutiga oid tartibotlar o'rnatar ekan, eng avvalo mana shu 3ta jihatni e'tiborga olgan va buni mashru va ma'ruf doirada qanday amalga oshirilishiga taalluqli qarorlar qabul qilgan. Zinoning man qilinishi va buning jinoyat sifatida og'ir jazoga tortilishi ayni shaklda iffatga tuhmat qilishga qaratilgan fitna jinoyat hisoblanib, bunga ham dunyoviy jazo tayin etilganligi bu borada tashlangan qadamlarning eng ommaviysidir. Shunday qilib noqonuniy va nikohsiz juftliklar yomon hisoblangan va turmush qurishga tashviq qilingan. Bundan keyingi qadam uylanishga doir ba'zi chegaralashlar va qaydlar keltirilishidir. Bu orada uylanish harom bo'lgan ayollar, muharramat, Qur'onda alohida sanab o'tilgan va oila hayotiga doir ba'zi bir hukmlar zikr qilingan. Shu bilan birga Qur'on oyatlarining oila hayotiga va oilaviy munosabatlarga oid tartibotlari huquqiy xususiyatlarini o'zida mujassam qilishi bilan birga diniy va axloqiy jihatlarga ham ega. Qur'on insonlarni nikohlanishga targ'ib etadi. Bundan tashqari nikohning turli tuman foyda va hikmatlariga ishora qiladi. Niso surasining 3 va 24-oyatlariga qarang. Nikohni erning xotiniga beradigan ishonchli ta'minoti o'laroq xoslaydi. Nahl surasi. Ayolning eri va erning ayoli ustida bir nechta haqlari bo'lishini bildirish bilan birga turli boshqa masalalar ham bayon qilingan.
Baqara surasi 228, 233 va Niso surasi 20-21 oyatlariga qarang. Garchi ayolning eri va erning ham ayol ustidagi ma'lum haqlari borligini ta'kidlangan bo'lsa-da, bir qancha oyatlarda bu haqlarning nima ekanligini batafsil bayon qilish o'rniga ma'ruf mezonini kiritadi. Ma'ruf ilohiy bayondan tashqari islom jamiyatining tushunchasi, ehtiyojlari va an'analari doirasida kerak bo'lganida o'zgarib turgan va rivojlanib borgan mezondir. Qur'on asosan erkaklarga ayollarga nisbatan yaxshi munosabatda bo'lishni tavsiya etgani holda, erga nikoh rishtalarini himoya qilishi borasida kattaroq mas'uliyat yuklaydi. Tomonlar o'rtasida kelishmovchilik bo'lganida ham sabr va bag'rikenglik ko'rsatishni uqtiradi. Jamiyatga ham hakamlar vositasi bilan juftlarning orasini isloh qilish vazifasini yuklaydi. Kelishishning iloji bo'lmasa, chiroyli tarzda ajrashishlari, har ikkalasi o'zaro haq-huquqlariga hurmat ko'rsatishlarini istaydi. Ko'rinib turibdiki, Qur'on oilaviy hayotni o'zaro tushunish va donolik bilan boshqarilishi kerak bo'lgan insoniy bir muassasa deya hisobladi. Shu bilan birga oila a'zolarining haq va majburiyatlarini aniq belgilamagan, nikohning huquqiy asosi va natijalari xususida batafsil to'xtalmagan. Har doimgidek bu mavzuda ham tomonlarda asosiy insoniy va axloqiy fazilatlarning shakllanishini, insonlarning Allohdan qo'rqadigan, bandasidan uyaladigan bir mas'uliyat hissiga erishishni istaydi. Oilaviy hayot mustahkam asoslar ustiga barpo etilishi va yaxshi ishlashi uchun ajralmas shart sifatida joriy etilgan. Darhaqiqat, insoniy va huquqiy munosabatlar to'ppa-to'g'ri bir chiziq bo'ylab harakatlanishi faqat mana shunday mustahkam bir zaminda bo'lishi mumkin. Chunki jamiyat va huquq tartib tomonlar orasidagi oldi-berdi, qarz olish, ijaraga berish kabi munosabatlarga aralasha olmasligi va muammolar faqat tashqariga oshkor bo'lganidagina xabardor bo'lib aralasha olishiga binoan nikoh kabi o'ziga xos insoniy jihatlari, yashirin va mahramiyatlari bo'lgan muassasani tashqaridan aralashuvlar vositasiga yaxshilash imkonsizdir. Va juda ko'p hollarda ushbu kechikkan aralashuv bo'lgani sabab natija bermaydi. Bu yerda muhim sanaladigan narsa muammo yuzaga kelganidan va oshkor bo'lganidan keyin yechim topish emas, o'sha muammoning paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaslik yoki avval boshdanoq o'sha muammoni ko'ra bilmoqdir. Bu ham to'g'ridan to'g'ri taraflarining shaxsiyatlariga, insoniy va axloqiy fazilatlarini rivojlantirishga aloqador bo'lgan masaladir. Buning uchun Qur'on va sunnatning oila hayotiga taalluqli buyruqlar va maslahatlariga yo'nalishi qonuniy hodisaga emas, taraflargadir. Ularning bu javobgarlikni o'z zimmasiga olishi va uni munosib ravishda bajarishi uchun yetarli darajaga erishmoqlikdir. Bu amalga oshganidan so'ng huquqiy qoidalar, munosabatlarning shakliy jihatlari unchalik ahamiyat kasb etmasligi mumkin. Tarix davomida islom jamiyatlarida oila hayotiga oid huquqiy qoidalar va ijtimoiy tushunchalar qay darajada rivojlangan bo'lishidan qat'iy nazar, oila hayotining odatda mustahkam poydevor ustiga qurilgani va chinakamiga ish berilganligining asosida shu narsa yotadi. Islom huquqshunoslari ayol va erkak munosabatlarining fitriy va tabiiy ehtiyoj mezonlarini Qur'onda belgilab qo'yilgan va asosan bu ehtiyojlarning pokiza bir shaklda qondirilishini maqsad qilib qo'ygan. Axloqiy tamoyillarga muvofiq turli huquqiy tartiblar joriy qilgan. Nikoh va ajrashishni, oila a'zolarining o'zaro huquq va majburiyatlarini, ushbu masalaning jamiyatni va huquqiy tartibotni qiziqtiradigan tomonlarning eng nozik detallariga qadar belgilab berishga harakat qilingan bir huquqiy tushunchani ishlab chiqdilar. Shubha yo'qki, bu tartiblarni amalga oshirishda mavzuga aloqador bo'lgan Qur'on va sunnatdan o'rin olgan amr va tavsiyalardan tashqari o'zlari yashayotgan jamiyatning urf-odatlari va an'analarini ham e'tiborga olganlar. Oila quvonch va baxt birgalikda bir dargohdir. Oila qurish quvonch va baxtni er-xotin birga boshdan kechiradigan muqaddas dargohdir. Oilada tomonlarning burchlari nima? Oila nasl, nasab va nikoh yo'li bilan bir tom ostida jamlangan eng kichik va eng muhim ijtimoiy guruhdir. Oila jamiyatning o'zagi va tamal toshidir.
Oila insonning kuch-qudrati, qobiliyati, iste'dodi, mayllari, hatto instinkt va xohish istaklari tartibli shakllanib, kamol topadigan joy. Bu uning jismoniy, ma'naviy, madaniy rivojlanishi kamol topadigan, shaxs shakllanadigan unumdor muhitdir. Oila quvonch va baxtni er-xotin birga boshdan kechiradigan muqaddas dargohdir. Oila mas'uliyat va majburiyatlar birgalikda zimmaga olinadigan, g'am-qayg'ular tushuniladigan, kishilar birlashadigan, quvonch va tashvishlar baham ko'riladigan, din va qadriyatlar birgalikda ijro etiladigan barakali hududdir. Ana shu ahamiyati tufayli dinimiz oila qurishni osonlashtirgan va unga targ'ib qilgan. Muqaddas dinimiz islom nafaqat oila barpo etishni rag'batlantiradi, balki uning asoslari va sog'lom faoliyat ko'rsatish uchun mezonlarni belgilab beradi. Bu borada oila a'zolariga huquq, majburiyatlar yuklaydi. Qur'onga nazar tashlaydigan bo'lsak, oilada ko'ngil halovat, do'stlik va rahm-shafqat izlagani, mas'uliyat taqsimlangani, mehr-muruvvat bilan yashash maqsad qilingani, turmush o'rtoqlar bir-birlariga tayanch, o'zaro yordamchi va boshpana ekanligini namoyon bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalomning so'zlari, muammolari va ularning hayot tarzlariga nazar tashlasak, mustahkam turmush barpo etishning ahamiyati, oilani himoya qilish zaruriyati, oila a'zolarining bir-biriga nisbatan burchlari, adolatli, o'lchovli, sabr-toqatli, tushunadigan, fidoyilik, sevgi va rahm-shafqatga to'la bo'lishning ahamiyati haqida boy ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Baxtli bo'lganingizda va'da bermang. G'azablanganingizda javob bermang. Xafa bo'lganingizda qaror qilmang.